Daryo Sangardakdamiz. Sarosiyoga qarar ekan ishlar bo'yicha. Olmalar yuklanyapti xolodilnikka. Bu tarafda bitta xolodilnikimiz bor. Hop biz qo'yib bergan motorimiz 7 talik. Ha, buni umumiy o'rnagani trubalari bilan birgalikda $3500 ga o'rnadi. Sababi o'zida freon bor ekan. Freonlarni qo'yib yubordim, minus qilib yubordim. $3500 ga truba sal oshiqcharoq ketdi. Sababi tashqarida qolmasin, shu joyda qolsin deganlar uchun. Motorlarimiz ishlashi juda ham soz-xudo holatda xudo xolisa. Bu BF taglariga Nexia'ni amortizatorni va prujinasini rezinkalarni qo'ydi, vibratsiya darr qilib ovoz chiqarmasligi uchun chiroyli qilib trubalarni kripleniya qilingan, vibra shlankalar qo'yilgan. Jamiki nima yaxshi narsa bo'lsa, shuni hammasini qilingan. Trubalar chiroyli lentalar bilan izolyatsiya qilib qo'yilgan, chirmasligi uchun, namligimiz qochib ketib qolmasligi uchun. Isparitelimiz DJ 40 talik bo'ldi. 60 talik o'rniga muzlab qolish ehtimoli ko'proq bo'lgani uchun. 8 ga 50. Ko'rishda bo'ladimi? Xolodilnikimiz egalari Sardor aka. Va isparitelimiz xuddi turbo shaklda bo'lgan bu. Havoni ishlab chiqarish ko'proq bo'ladi. Sabab men ko'rib turibsiz, borti chiqqan bu tarafga. Xitoy isparitel. Truba, muruba hamma narsalar chiroyli montaj qilib olindi xohlasa. Xolodilnik bitmasidan oldin yuklarimiz kirib joylanib olindi. Shunaqa biznesga qiziqqanlar bo'lsa, bemalol murojaat qilarsizlar. Pena sepilgan. Farg'onalik oltiriqlik akalarimiz sep berishdi. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar. Kimga qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol. Ha, bemalol aka. Xudo xolisa ma'qul inshaalloh. Allah salomat qilsin. Ha, bu tarafda ham bitta motorimiz bor. Buni 2022-yilda o'rnatgan ekanlar. Bundagi hozir ichidagi to'la olma Namanganlik okalarning olmalari. Zapasida turibdi hozircha. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar.